Qadrli tomoshabinlar, Nabijon Nurmatov Live kanaliga xush keldingiz. Ya'niki biz Kolxozobod ittifoqda tarvuz palekning ichidaman. O'tgan marta ham shu yerda video qilgan edim. Buni qarang. Bosh tarvuz где-то bir 14 kilo, 15 kilo borda. Bu yerda tarvuzning narxi samay arzon narx bo'lyapti. 3 samandan 6 samangacha palekning boshida tarvuz. Mana bir pichoqni. Buni qarang, bittasini asliga so'yib ko'rsataman, keng yaqinroq keng. Bu kattani ko'p so'ysak hech kim yemaydi, obal bo'lib qoladi. Sal bir maydarog'ini so'yaq. Keng baqa keng. Mom katta ekan, hay. Mana. Birtadan like-ni bosib obuna bo'lib qo'yingizlar. Sizlar uchun chiqaryapman. Nash tarvuzni inshaalloh mana ana. Jarilib ketdi, dash chars etdi. Ana. Mana ko'plar aytibdi, kengizlar marhamat, tarvuz sog'inganlar. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Mana. Bir jeb ko'raylik, bismillah. Juda ham shirin. Mana. Apari, chala qapar. Mana. Pichoqda. Mana bular ham bor. Qarang, kengizlar, tarvuz akangizlar marhamat, juda shirin. Mazali tarvuz inshaalloh. Keng, bu yoqqa jiramiz. Sizga tarvuzni ko'rsatmoqchiman. Mana. Hammasi pishgan. Bu tarvuzlar mazza, yesangiz bir dam olasizda inshaalloh. Sizlar yeyotgan tarvuzlardan bemalol kelasiz, pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Ya'niki Kolxozobod ittifoqdamiz. 3 samandan 6 samangacha tarvuz bo'lyapti. Mana shu po'lan emas, 1 gektar tarvuz. Buna kimga interesli bo'lsa, bemalol kelasiz, kommentariyamga chiroyli yozib qo'yingizlar. Nabijon Nurmatov Live kanaliman doimo birga bo'ling. Inshaalloh mana shu tarvuzni sizga ko'rsatib boraveramiz. Faqat tarvuz degan insonlar shu tarvuz bu yerda. Ko'ryapsizlar. O'tning ichida shuncha zo'r tarvuz, shuncha yaxshi bo'lganki, shirin tarvuz mazzadan. Juda ham yaxshi bo'lgan tarvuz. Qarang, ustini o'tmaga qilgan javob taylagan gaqil katta tarvuzdan shu 5 kilodan 4 kilodan ta 20 kilogacha tarvuz bor bu yerda.